بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الثالث. شنو قسم كتاب؟ الدرس التاسع. توقز درس. توقز درسimizdeki öğrenmekçi bo'lgan asosiy mazmun jumla ismiya va jumla fi'liya, ya'ni al-jumlatul ismiya vel jumlatul fi'liya, ya'ni ismlik jumla va fe'illik jumla. Endi bu ismlik va fe'illik jumla degani yengil tushungan vaqtimizda, oson tushungan vaqtimizda ismlik jumla deganimiz beshida meyli oshkor ism bo'lsin yoki masdar muavval bo'lsin yoki urf mushabbaha bil bo'lsin, shularning biri bilan boshlangan, biri gap qolgan jumla ismlik jumla bo'ladi. Texmi yengil tushungan vaqtimizda ism bilan boshlangan jumla ismlik jumla bo'ladi. Endi ism oshkor ism, masdar muavval bo'lgan ism degandek bir necha kunda emasmi? Oshkor ism deganimiz sizlar bilib biladigan shu man, san, o, Muhammad, Bakr, Xolid deganga o'xshash ismlarning hammasi qanday ismlar? Oshkor ism. Masdar muavval deganimiz masdariga o'zgartirish harflari orqali ism ma'nosida tarjima qilinadigan fe'llar. Odatda fe'lning boshiga anna, shunaqo an, jumlaning boshiga anna, fe'lning boshiga nima? An. Undan keyin ma kirish orqali shu fe'llar nimaga o'zgaradi? Ism o'zgaradi-ku. Bunda ismlar nima bo'ladi? Masdar muavval bo'ladi. Bunda ism kasm bo'ldi. Demak, jumla ismiya deganimiz beshiga oshkor ism yoki masdar muavval va yoki hurfu mushabbaha bil fil kelgan. Beshida shunda bir yuqoridagi 3 turlik narsaning birisi, ya oshkor ismning, ya masdar muavvalning yoki hurfu mushabbaha bil filning biri bo'lgan jumla ismiya bo'ladi. Masalan, oshkor ism kelganning misoliga kelsak, Allohu g'afurur rahim. Alloh mehribondir, mag'firat qiluvchidir, shundami? Muhammadun talibun. Ana talib deganlarning hammasi qanday ism? Oshkor ism kelgan bo'ladi. Masdar muavval kelganning misoli, masalan Qur'onda an tasumu khayrul lakum deb bir oyat. Bu yerdagi an tasumudagi fe'lni nimaga o'zgartirib, jumlaga o'zgartirib, nima masdarga o'zgartirib, nima deb tarjima qilamiz? Ro'za tutishingizlar, ya'ni ro'za tutishinglar sizlarga yaxshidir. Buni arabcha degan vaqtimizda siyamukum khayrul lakum deb tushuntiramiz. Garchi shakl jihatda tildagi turgan bilan oldiga an kelish orqali bu nimaga ta'mil qilinadi? Masdarga, ismga ta'mil qilinadi. Buni ism deb qaraymiz, bumi nima? Jumla ismiya. Ya'ni beshida ism keldi deb qaraymiz. Kallamiz inoq bo'lsin. Garchi fil tug'anda qilgan bilan beshida an kelgachga bu nimaga tava? Ismga tava bo'lgandan keyin beshida ism kelgan jumla deb qaraldi. Bu nima bo'ladi? Jumla ismiya bo'ladi. Yoki hurfu mushabbaha bil fil bilan boshlangani innalloha g'afurur rahim beshiga nima gap qoldi? Inna, anna. Bularning hammasi nima? Jumla ismiya bo'ladi. Mana jumla ismiyani tunishning eng oddiy usuli 3 xil narsaga qarasak bo'ldi. Beshida ya oshkor ism kelgan, ya masdar muavval kelgan, yoki hurfu mushabbaha bil filning birisi kelgan. Har qanday jumla nima bo'ladi? Jumla ismiya bo'ladi. Jumla fi'liya deganimiz-chi desa, beshida fil kelgan har qanday jumla mil tam fil bo'lsin degani to'liq. Odatdagi biz o'rgangan fil bo'lsin yoki naqis fil bo'lsin. Endi naqis deganimiz kana, asbaha, laysiga o'xshash fillar shundami? Mandaq fil bo'lsin, ish qilib jumlaning boshida fillar bo'ladi ekan, bu qanday jumla bo'ladi? Jumla fi'liya bo'ladi. Ana shunda misol keltirsak, tala'at shamsu. Darasa talib ad-dars, shundami? Dakhala al-mudarris. Beshiga har qanday fil kelgan jumlaning hammasi jumla fi'liya. Naqis fil kelganning misolini kelsak, kanal jawu baridan. Havo nima? So'g'aq edi. Asbahal jawu harran. Havo nima bo'lib qoldi? So'g'aq bo'lib qoldi. Degandek jumlaning hammasi bo'ladi, jumla fi'liya bo'ladi. Oxirida yig'inchoqlar aytayli. Jumla ismiya deganimiz ism bilan boshlangan jumla. Jumla ismiya, jumla fi'liya deganimiz nima bilan boshlangan? Fi'il bilan boshlangan jumla, jumla fi'liya bo'ladi.
Yuqoridagi grammatikalik mazmunlarni tushungan bo'lsanglar, men tekstni o'qib, tarjima qilib, tahlil qilib beray. رن الجرس وبدأت الحصة الخامسة. مرت 10 دقائق أو أكثر ولم يأتي المدرس. سئم الطلاب الانتظار واتفقوا يتحركون من أماكنهم ويعبثون. فبعضهم وقف يخطب وبعضهم جعل يكتب على السبورة. دخل المراقب فجأة وقال: ما هذا؟ أمركم فوضى؟ كأن الفصل سوق. اسمعوا، إن مدرسكم مريض فلم يحضر اليوم، فيمكنكم الذهاب إلى المكتبة أو الانصراف إلى المهاجئ. أن تذهبوا إلى المكتبة خير لكم. خرجنا من مبنى المعهد، كان الساعة 12:30. رأى بعض زملائي أن نعود مدرسنا المريض، فقلت لهم: ليس الوقت مناسبا للعيادة، سنعوده بعد صلاة العصر إن شاء الله. قالوا: الرأي رأيك. رن الجرس. qo'ng'iroq chalindi. Jumla fi'liya. Nima bilan boshlandi? Fe'l bilan boshlandi. Va bada'atil hissatul khamisa. 5-soat boshlandi. Hissa maxsus 5-soatlik darsga qaratildi. 5-soatlik dars boshlandi. Bu yerda bada'at bu nima bilan fe'l bilan boshlandi? Bu jumla fi'liya. Marrat 10 daqayiq أو أكثر. 10 yoki 10 dan ko'proq, 10 minut yoki ko'proq o'tdi. Bu o'xshash nima jumla? Fe'llik jumla. Marrat. Va lam ya'til mudarris. O'qituvchi kelmadi. Bu fe'llik jumla. Sa'imat tullabul intizar. O'quvchilar saqlashdan zirikdi. Al-intizara kutish saqlashdan zirikdi. Bu qanday jumla? Fe'llik jumla. Sa'ima. Va tafiqu yataharrakuna min amakinihim va ya'bathun. Ular o'z o'rinlaridan qo'zg'alib o'ynash qilib turdi. Tafiqa boshlida turdi degan fe'l. Bu qanday fe'l? Af'alul muqaraba shundami? Naqis fe'l. Naqis bilan fe'l bilan boshlansa qanday bo'ladi? Jumla fi'liya bo'ladi. Yataharrakun qo'zg'alib. Ya'bathun degani o'zaro quruq gap so'zlash, quruq qarang qilish, o'ynash degan ma'noda. Fa ba'dhum waqafa yaxtub. Ularning ba'zi turib so'zligida o'tirdi. Ba'dhum nima bilan boshlandi? Ba'dhu ism bilan boshlandi-ku, unda o'g'anniki buni bo'ladi, ismlik jumla bo'ladi. Va ba'dhum ja'ala yaktubu ala sabura. Ularning ba'zi do'stga yezish qilib boshladi. O'sha yerda ba'dhum nima bo'ladi? Ism. Unda o'g'anda bu ismlik jumla bo'ladi. Dakhala al-muraqib faj'atan. Tuyuqsiz nazoratchi kirdi. Va mundaq dedi. Ya'ni dakhala bilan fe'ldan boshlandi-ku, bu jumla fi'liya. Ma hada? Nim bu? Bu ismlik jumla mahaza o'xshashlar. Amrukum fawda. Ishinglar qalaymoqon-ku. Amrukum fawda degan gap qalaymoqon degan gap. Asli siyosiy nimalarda kelib qolsa, hukumatsizlik, qalaymoqonchilik deymiz-a, fawda. Bu yerda qalaymoqon. Ishinglar qalaymoqon. Bu mubtada xabar, ya'ni ismlik jumla. Ka'anna al-fasla suqun. Xuddi sinib bozordek. Ma'zi jumladan bilan boshlandi. Ka'anna hurfu mushabbah bil bilan qo, hurfu mushabbah bil bilan boshlangan jumla nima bo'ladi? Jumla ismiya bo'ladi. Isma'u jumla fi'liya. Anglanglar. Inna mudarrisakum marid falam yahdur al-yawm. O'qituvchinglar ag'rib qopti. Bugun kelinmadi. Inna bilan boshlangan inna mudarrisakum degan jumla ismiya, falam yahdur nima jumla fi'liya. Fayumkinukum adh-dhahabu ila al-maktaba aw insiraf ila al-mahaji. Sizlar kutubxonaga borsanglar bo'ladi yoki yotoqqa qaytsanglar bo'ladi. Ya'da yumkinu bilan boshlandi jumla fi'liya. An tazhabu ila al-maktaba khayrun lakum. Sizlarning kutubxonaga berishinglar sizlarga yaxshidir. Ya'da an tazhabu an lan tazhabu birlashib masdar muavval oldi-ku, bu jumla ismiya. Garchi fe'ldek tusumi an lan masdar fil birlashib masdar olgandan keyin ismga hisob. Kharajna min mabnal ma'had. Biz institutning binosidan chiqdik.
Bu cümle fiiliye. Haraca bilen başlandı. Kanetus sa'atus saniyete aşarata ve saat 12:30 bo'lgan edi. Bu nim bilen başlandı? Kana bilen. Af'alun naqis bilen başlansın nim bo'laddi? Fiiliye bo'laddi. Cümle fiiliye. Ra'a ba'du zumala'i an na'uda mudarrisana al-marid. Bir qism savobdoshlarimiz bizning kasal o'qituvchimizni yo'qlashimizni qaradi degani yo'qlasak deb qaradi. Qalasanda yo'qlasak degan fikr nima dedi? Ra'a degan fikr va qaradi degan ma'noda. Bu nim bilan boshlandi? Ra'a bilan boshlandi. Boshqa o'xshashlarnimi? Jumla fi'liya. Faqultu lahum, men ularga mundaq dedim. Laysa al-vaqtu munasiban lil-iyada. Bu kasal yo'qlashga munosib vaqt emas. Bu vaqt kasal yo'qlashga munosib emas. Bu jumla fi'liyami ismiyami? Fi'liya. Chunki lays degan nima? Af'alun naqisa. Af'alun naqis bilan boshlangan jumla nima bo'ladi? Fi'liyami ismiyami? Fi'liya. Sana'uduhu ba'da salatil asr inshaalloh. Uni Alloh xolisa asr namozidan keyin yo'qlaymiz. Bu jumla fi'liya. Nima bilan boshlandi? Na'ud bilan. Ular mundaq deyishdi. Ar-ra'yu ra'yuk. Sening gaping gap yoki sening fikring fikr degan gap. Uyg'ur tilidagi sening gaping hisob deymiz-ku, yoki sening fikring hisob. Ar-ra'yu ra'yuk degani fikr, sening fikring to'g'ri degani, sening fikring hisob. Ar-ra'yu ra'yuk degan jumla qanday jumla? Ismliq jumla. Shu bo'yicha tahlil qilsak bo'ladi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.